Mozor Sharifga boryapmiz, ya'ni Balx viloyatiga. Bu Namangan viloyati. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz Yari TV ko'rgan muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Mana biz Afg'onistonning Javzon viloyatiga tegishli hududdamiz, ya'ni Oqchi tumanida. Mana bu yerda yo'lda ko'zimiz tushib qoldi. Mana bu yerda bir qadimiy eski suv chiqarish usullari, ya'ni tiya orqali suv chiqaryapti ariqdan. Ya'ni yerlarni sug'orish uchun. Do'stlar, videomizni ko'rishdan oldin bitta like bosib qo'yinglar, obuna tugmasini ham bosinglar. Videomiz tarqalishi uchun qancha trendga chiqadi, qancha like to'playdi ko'raylikchi. Mana bu yerda tiya aylanyapti, tiya. Mana. Ya'ni ariqdan suv tortyapti. Ariqdan mana shu charxpalak ariqdan suv chiqaryapti yuqoriga. Mana bu bug'doylarni sug'orish uchun. Mana bu yerda tiya aylanyapti. Ya'ni tiyani boshi aylanmasligi uchun ko'zlarni berkitib qo'ygan. Masalan 3 soat bu tuya aylansa, 3 soatdan keyin boshqa tuyani kelib joyiga boylashadi. Dam berishadi, ya'ni tuyaga. Har bir 3 soatdan tuyani almashtirib turish kerak ekan. 2 tuya. Bunda otda ham aylashadi, tuyada ham aylashadi. Mana bu tuya 3 soat mobaynida mana shunaqa aylanib, suvni ariqdan tortib turar ekan. Mana bu pastki qismi. Ya'ni suv chiqqan yuqoriga tortyapti. Charxpalak 20 tami 30 tami mana shunaqa suv olib chiqadigan nimalari bor ekan bunda. Do'stlar, videoni ko'rishdan oldin bitta like, obuna tugmasini ham bosinglar, videomiz kengroq tarqalishi uchun. Mana tuya shu mobaynida aylanib turadi, 3 soat mobaynida.